Mana bu yaponni bir ko'ring-da. Qarang, qizlarni, ayollarni pushtirang yubkasini kiyib olib, qo'shiq qo'yib, Tokioning eng gavjum joylarida mana shunaqa qilib o'ynab yuribdi. Bunaqa yaponlarni agar o'sha tarixdagi yapon samuray bobolari ko'rganda, men senga o'xshagan betuturuqlar uchun shuncha jang qilganmidim. Senga o'xshaganlar uchun Yapon degan brendni yaratganmidik deb go'rlarda tikka tursa kerak o'zi. Endi asosida ko'rarmanlar, bir yaponni ko'rib, buning ustidan kulish emas maqsadimiz. Keling, buni ilmiy tomonlarini ham ko'rib chiqamiz. Xullas, yapon sotsiologlari Yaponiyada mana shunday erkaklarni, mana shunday yigitlarni, mana shunday ayollarni ko'payib ketishining asosiy 3 ta sababini aytishadi. Birinchi sababi o'sha Yaponiyada juda ham mashhur bo'lgan yapon animelari. Mana shunaqa erkaklar, yigitlar ham o'zlarini o'sha qahramonga o'xshatishga harakat qilib, ko'chalarda mana shunaqa kiyimlarni kiyib yurishi oddiy holga aylangan. Mana ko'rishingiz mumkin, ko'chadagi shuncha minglab yaponlar hech qaysi birlari masalan hayrat bilan qaragani yo'q. Bu bitta jinnidir-da, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Hamma joyda bor bunaqa telba teskarilar deyishingiz mumkin. Yo'q. Bu odamni jinni deb bo'lmaydi, chunki Yaponiyada mana shunaqa insonlar juda ham ko'p. Bu odam hozir mana shunaqa pushtirang ko'ylaklarni kiyib olib, raqslarga tushib o'zini jinnilikka solishi mumkin, lekin ertaga ertalab turib kostyum-shimlarni kiyib, sumkalarni qo'liga olib, kompaniyasiga borib, tuppa-tuzuk yapon bo'lib ishlab o'tirishi ham hech gap emas. Boyagi yapon sotsiologlarining ikkinchi keltiradigan eng asosiy sabablaridan biri Yaponiyadagi o'sha stresslar deyiladi. O'sha Yaponiyada juda ko'p odamlar stresslarda yurishadi, o'zlarini mana shunday yo'llar bilan stressdan chiqarishga harakat qilishadi. Va uchinchi eng asosiy sabablardan bittasi o'sha g'arbdan kirib kelgan demokratiya sharqda o'xshamaganligining isboti deyishadi. Ya'ni g'arbdagi erkinlik yaponlarga kelganda sal boshqacharoq ko'rinish bergan deyishadi. Shuning uchun yapon sotsiologlari har bitta millatning o'z qadriyatidan, o'z tarbiyasidan kelib chiqqan holda o'z demokratiyasi bo'lishi kerak deyishadi. Shunaqa gaplar aslzoda ko'rarmanlar, bunaqalardan xudo asrasin deganlar yoqtirmani bosing, biz tomonlarga umuman kirib kelmasin deganlar olovchani bosing, videoning mazmun mohiyatini tushunmasdan negativ yozadigan ko'mir qalblar esa o'zingizni bosing. Salomat bo'ling.